Xitoyga sotilayotgan Namangan. So'nggi yillarda yurtimizda Chinatown kabi loyihalar ko'payayotgani bejiz emas. Tashqi tomondan ko'rilganda turizmni rivojlantirish, iqtisodiy faollikni oshirish, hududni zamonaviylashtirish degan niqob taqdim etiladi. Namanganda qurilishi rejalashtirilayotgan Chinatown loyihasi ko'pchilikka qo'shtirnoq ichida zamonaviy inshoot, savdo markazi, turistik maskan tarzida tanishtirilmoqda. Ammo bunday obyektlarni dunyo bo'ylab qanday vazifani bajarayotganini, ularning ortida qaysi manfaatlar yashiringani va mahalliy jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatgani o'rganilsa, masala oddiy qurilishdan iborat emas ekani oshkor bo'ladi. Biz ushbu chiqishimizda ba'zi masalalar haqida gapirib o'tamiz. Avvalo Chinatown so'zining ma'nosini aytaman. Bu inglizcha ibora bo'lib, ma'nosi Xitoy shaharchasi degani. Bu nom ostida odatda Xitoy madaniyatiga xos bo'lgan savdo markazlari, restoranlar, xizmat ko'rsatish nuqtalari, ko'ngilochar hududlar va tadbirkorlar jamlanadi. Dunyoda bunday maskanlar ko'pincha turistlar oqimi ko'p bo'lgan shaharlarda tashkil etiladi. Chinatown bu oddiy madaniy hudud yoki savdo markazi emas. U Xitoyning iqtisodiy, madaniy va geosiyosiy ta'sir vositalaridan biri. Bugun ko'p davlatlar Chinatown qurilishiga ehtiyotkorlik bilan qaray boshladi. Sababi bu loyihalarni tashqi tomonidagi chiroyli konsepsiya ortida ko'pincha chuqurroq strategik maqsadlar turadi. Birinchisi iqtisodiy bozorga kirib borish va uni egallash. Xitoy mahsulotlari arzon, kapital kuchli, natijada mahalliy tadbirkorlar asta-sekin siqilib chiqadi. Bozor esa tashqi ta'sir ostida shakllana boshlaydi. Ikkinchisi madaniy kirib borish va qadriyatlarni o'zgartirish. Chinatownlar kichkina Xitoy bo'lib xizmat qiladi. Bu hududlar orqali xorijiy madaniyat yoshlar ongiga singib boradi. Milliy qadriyatlar sekin-asta yo'qolib boradi. Uchinchidan geosiyosiy ta'sirni kuchayishi. Xitoy bugun dunyo siyosatining eng faollaridan biri. Chinatownlar esa uni yumshoq kuchi, ya'ni bosimsiz, tinch yo'l bilan kirib ta'sir qilish markazlari sifatida qaraladi. To'rtinchidan yer va resurslarni qo'ldan ketishi. Ko'pincha Chinatown loyihalari uchun katta maydonlar, qimmat yerlar ajratiladi. Buni natijasida yillar o'tib, xalq qo'lida bo'lishi kerak bo'lgan resurslar boshqalarning foydasiga xizmat qila boshlaydi. Bir davlat ichida kichik Xitoy qurilishi faqatgina savdo markazi yoki turistik hudud emas. Bu yillar davomida chuqurlashib boradigan iqtisodiy, madaniy va siyosiy ta'sir qo'llamining poydevori. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, Xitoy biror hududga kirsa, u yerga avval tovarlarini, keyin madaniyatini, so'ngra siyosiy talablarini olib kiradi. Buni eng og'riqli va real misoli Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'ur viloyati. Bugun dunyo Sharqiy Turkistonda sodir bo'layotgan zulmlar faqat qo'shtirnoq ichida inson huquqlari buzilishi deb ataydi. Ammo bu oddiygina bir jinoyat emas. Bu yillar davomida reja asosida olib borilgan bosqinchilikning eng yuksak bosqichi. Xitoy Uyg'ur xalqini birdaniga bosib olmadi. Bu jarayon bosqichma-bosqich, puxta o'ylangan strategiya asosida amalga oshirildi. Har bir qadam tanlangan, sinchiklab rejalashtirilgan va nihoyat bugungi dahshatli holatga olib kelgan. Xitoy Sharqiy Turkiston hududiga avval katta iqtisodiy loyihalar bilan kirib bordi. Yangi yo'llar, katta zavodlar, energiya infratuzilmalar, investitsiya oqimlari, bu loyihalar Uyg'urlar uchun emas, Xitoyning o'z manfaatlari uchun qurildi. Hudud boyliklari Pekinga bo'ysundirildi. Iqtisodiy tizim Xitoyga to'liq bog'liq bo'lib qoldi. Uyg'urlar esa o'z yurtida arzon ishchi kuchiga aylandi. Xitoyning eng katta maqsadi Uyg'urlarni iqtisodiy emas, madaniy jihatdan yo'qotish bo'ldi. Mana shu sabab Xitoy tilida ta'lim majburiy qilindi. Uyg'ur tili ikkinchi darajaga tushirildi. Milliy kiyimlar, an'analar qayta ko'rib chiqildi. Xitoy madaniyatini targ'ib qiluvchi markazlar ochildi. Yillar o'tib yangi avlod ona tilini unuta boshladi. Milliy o'zlikni yo'qotish bosqinchilikning eng xavfli bosqichidir. Xitoy Uyg'urlarni dinini eng katta to'siq sifatida ko'rdi. Shuning uchun masjidlar buzildi yoki yopildi. Qur'on o'rgatish taqiqlanib, o'rgatganlar qamaldi. Soqol, hijob ekstremizm sifatida belgilandi. Ramazon oyida roza tutganlar nazoratga olindi. Tasbih, diniy kitob, hatto islomiy salomlashuv ham jinoyatga chiqdi. Dinni yo'qotgan xalq eng oson boshqariladigan xalqdir.
Nihoyat genotsid darajasidagi to'liq nazoratga o'tildi. Bugun Sharqiy Turkistonda nima bo'layotgani 21-asrning eng qora sahifasi. Millionlab musulmonlar qayta tarbiya lagerlarida qamalgan. Ayollar majburiy ravishda sterilizatsiya qilinmoqda. Uyg'ur oilalari ajratilmoqda. Yuz tanish kameralar odamlarni har qadamini kuzatmoqda. Bolalar davlat internatlariga olib ketilmoqda. Erkaklar ommaviy ravishda yo'qolib ketmoqda. Uyg'urlar o'z vatanida o'z davlatining mahbusiga aylangan. Bu shunchaki zulm emas. Bu rejalashtirilgan xalqni yo'q qilishdagi siyosat. Bugun Xitoyning Uyg'urlarga qilgan bosqinchiligi butun insoniyat uchun saboq bo'lishi shart. U biror hududga investitsiya bilan kirib, u xalqning madaniyati va oxir-oqibat esa xalqning erki, dini, o'zligini yo'q qiladi. Sharqiy Turkistonda bugun ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan fojiaga guvohmiz. Uyg'urlar boshiga kelgan narsa ertaga bizning xalq boshiga ham kelmasin. Alloh taolo aytadi: odamlarga zulm va zo'ravonlik bilan tajovuz qiladigan va Parvardigorlari belgilagan chegaradan oshib, yerda nohaq buzg'unchilik qiladigan kimsalar bu ishlari uchun javobgar bo'ladilar. Ular uchun qiyomat kuni alamli, og'riqli azob bordir. Shura surasi 42-oyat. Ey mansab egalari, amaldorlar, ertaga o'zbek xalqiga keladigan har qanday zulmga sizlar ham teng sherik hisoblanasizlar. Imkon borida tavba qiling va xalqni yonida turib, har qanday yashirin kuchlar kirishiga yo'l qo'ymang. Dunyoda hech bir zulm abadiy emas, ammo zulmni qay darajada kuchayishi xalqning hushyorligi va birligiga bog'liq.